kelajakdan kelganman deng. Ha, kelajakdan keldim. Ixtirochiman dedingizmi? Ixtirochiman. Ixtirochimi yoki blogermi? Ixtirochi blogerman. O'zim yaratgan ixtirolarimni videoga olib, Instagramga joylayman. O'zim obunachilarimga ko'rsataman. Kelajakdan kelgan ixtirochi blogermi shunda? Ha, shunday. To'g'risi juda kulgili-yu. Nimasi kulgili? To'g'risini aytdim sizga. Xo'p, ishondim ham deylik. Nimaga aynan meni qidirib keldingiz? Kelajakda siz obunachilaringiz ko'pligi bo'yicha rekord qo'yasiz. Yo'q, juda qiziq-u. Nechta obunachim bo'ladi? Adashmasam 2 milliarddan oshiq edi oxirgi marta ko'rganimda. Yo'q, 2 milliardmi? O'zi dunyo bo'yicha yosh-u qarni hisoblasa 8 milliard aholi chiqadi. Instagramda buncha obunachi bo'lmasa kerak. Aka, kelajakda aholi soni 50 milliard bo'ladi. 50 milliardmi? Ha, O'zbekistonda o'zida 200 milliondan ortiq aholi bo'ladi. 200 million aholi joy yetmay qoladi-yu. Kelajakda albatta yetadi. Kelajakda 100 qavatli, 200 qavatli uylar quriladi. O'zbekistondami? Ha, O'zbekistonda, O'zbekistonning barcha viloyatlarida bo'ladi. Farg'onada ham bo'ladi, Qo'qonda ham bo'ladi, aka. To'g'risi, gaplaringizga ishonaymi, ishonmaymi o'ylanib qoldim. Ishonmasangiz yuring, kosmik kemamni ko'rsatay. O'zingiz ko'rib guvohi bo'lasiz. Qani ketdik bo'lmasam kosmik kemangizni ko'ramiz.